Allohga yaqinlik haqiqiy baxtdir. Zikr qalb shifosidir. Duo umid kalitidir. Sabr najot yo'lidir. Sajda eng yaqinlikdir. Allohni esla, tinchlik topasan. Tavba poklanishni boshlanishidir. Banda azizlar Allohdan muloqotini uzmaslik kerak. Bir ulamo aytgan ekanlarki, Alloh taologa yaqinlashishni o'rgataymi debdilar. Eng ko'p yaqinlashtiradigan narsa nima desa, Allohdan muloqotingizni uzmaysiz. Har doim nima bo'lsa Allohdan so'rab yuraverasiz. Katta, kichik narsa nima bo'lsa Allohdan aloqani uzmaslik kerak. Masalan, biz mana 5 mahal namozda duo qilamiz. Biror bir ehtiyojimiz bo'lsa duo qilamiz. Ba'zi birlar hattoki duo qilgani hijolat ham bo'ladi. Hadib duo qilaveramizmi? Hadib Allohdan so'raveramizmi? Ve azizlar, Alloh taolo bizga bütün dunyoning ne'matini berib qo'ysa, Alloh taoloning qudratidan, Alloh taoloning boyligidan birorta zarracha narsa kamayib qolmaydi. Bütün dunyoni bergan taqdirda Alloh ignani bir dengizga tiqib olganda ignaga chiqadigan suvning namligi yopishgan yuqchalik ham Alloh taologa bir narsa emas bu. Shuning uchun ulamolar aytadiki, siz deydi Allohdan ko'proq so'ravering. To'xtamasdan muloqotingizni to'xtatmang. Qadamingizda Allohim bugungi kunimni xayrli qilgin. Ko'chaga chiqyapman, Alloh ko'chaga chiqyapman, o'zing meni muhofaza qilgin. Suv ichyapsiz, Allohim mana shu ichayotgan suvimni xayrli qil. Ya'ni Alloh bilan bo'ladigan muloqotni to'xtatmasak, Alloh bilan bog'lanishimiz doim turadi. Aytadilarki kitoblarda, agar deydi bir banda kengchilik mahalda, xursandchilik mahalda, saodat davrida Alloh taologa duo qilib yurishni odat qilsa, afsuski bizda qiyinchilik mahalda ko'proq duo qilamizda. Musibat tushganda, qiyinchilik bo'lganda, zahmat tushganda darhol Allohni eslash duolar boshlanib ketadi. Lekin hamma ishi yurishib turganda, hamma yo'g'i joyida bo'lib turganda, boy, badavlat, baxtli, saodatli yashayotganda afsuski Alloh taoloni bunchalik darajada munojat qilishlikdan uzoqlashib qolamiz. Shuning uchun aytayaptilarki, inson kengchilik mahalda, baxtlik, saodatlik bo'lib yurgan mahalda agar duo qilishdan to'xtamasa Alloh taologa, iltijo qilishdan to'xtamasa, ertaga buni boshiga bir musibat kelib, baxtsizlik bo'lganda duo qilsa, farishtalar aytar ekan, biz bu ovozni taniymiz deb. Biz bu ovozni taniymiz, bu doim duo qilardi, Allohim buni mustajab qilgin deydi. Agarki kengchilik mahalda duo qilmasdan yurib, musibat mahalda duo qilsa, farishtalar biz bu ovozni tanimaymiz, avval eshitmaganmiz der ekan. Shuning uchun ham azizlar, bu faqatgina juma kuni duo qabul bo'ladigan kun bor, shu kunigina duoda bo'lish kerak degan tasavvurda emas, balki har kunimiz, har soatimiz, har daqiqamizni Allohni eslab turishlikka, duoga, Allohga murojaatga bog'lashimiz kerak. Shunda biz Alloh bilan aloqamizni juda chiroyli yo'lga qo'ygan bo'lamiz. O'zingiz tasavvur qiling, bir odam hadeb sizga murojaat qilaversa, oldingizga kelaversa, qaraversa, hali odam bilan qadrdon bo'lib ketasiz. Doim ro'paringizdan chiqaversa, sizga yaxshi muomala qilaversa, sizga salom alaykum qilaversa, hatto bir narsa so'rasa berib yuborasiz ham, yaxshi odam emas. Alloh bilan bo'layotgan muloqotda ham uzmaslik kerak, murojaat qilaverish kerak. Katta kichik deb bo'lmaydi azizlar. Katta kichik deb bo'lmaydi. Alloh uchun nimani bo'lsa ham so'rash kerak. Bir narsa qoida bor. Hadisda keladi. Banda so'rasa g'azablanar ekan. Alloh so'ramasa g'azablanar ekan azizlar. Banda shunaqada 2 marta so'rasa 3-chisida jahli chiqadi. Lekin Alloh so'ramasa g'azablanar ekan. So'rash kerak. Nimani bo'lsin? Chunki biz Allohning irodasisiz nafas ham ola olmaymiz azizlar. Olayotgan nafasimiz ham Allohning irodasi bilan. Shuning uchun Allohdan so'rashdan to'xtamaylik. Ayniqsa xonadondagi
ahliyalarimizga, ayollarimizga tayinlash kerak. Ba'zan shunaqa odatlari borki, farzandlarni hatto bir narsa desa ham o'la deydi. O'la degan so'zni ko'p ishlatadi-ku, o'lsin yoki bundoq. Ayniqsa juma kunlarida men aytdim, o'sha duo qabul bo'ladigan vaqtni qachonligini bilmaymiz, o'sha gap duoga o'tib qolishi mumkin. Alloh bor, xavotir yo'q. Qalbingni Allohga topshir. Allohga ishon, yengillashasan. Har narsa uning irodasi bilan. Allohni topgan, hammasini topgan. Qalbga nur, zikr bilan. Alloh senga kifoya. Unutma, Alloh doim yaqin. Har qiyinchilik ortida osonlik bor. Alloh bilan yo'l adashmaydi.